Assalomu alaykum YouTube va chorva ishqibozlari. Bugun fermamizda yuqumli mikrobakterioz kasalligini profilaktik oldini olish maqsadida shu kechuv tayyorlangan. Niskiforosli kechuv 10% qilib tayyorlanadi va mollarni shu tarzda kechuvdan o'tkaziladi. Kichikroq yaralarda qatirib yusot yo'qotadi bu kechuv. Haftada 2 marta обязательный o'tkazish shart. Chunki bu naslli mollarda tuyoq kasallik bu genida bo'ladi. Shu sabab kechuvdan o'tkazib turish kerak. Tuyoq kasallikdan ancha oldini olingan bo'ladi. Obuna bo'lib, like'larni bosib turasizlar, podpishka qilib. Shu molimiz mana tuyoq og'rigan. Buni hozir olib kelib stanoyda davolash ishlari olib boriladi. Buni ham sizlarga qisqacha video qilib, xudo xolasa ko'rsatamiz.